Alisher aka, O, menimcha sizni nimadir qiynayapti. Qanaqadir g'amgironmisiz ey? nimaga ba'zi ayollar noshukur bo'lisharkan-a? Kim haqida gapiryapsiz? Yo'q. Hamma narsasi bo'lsa, yaxshi ko'rgan turmush o'rtog'i, Xo'sh. uy joyi, farzandi. Hech kimdan kami bo'lmasa, yana nima kerak unga? Kim haqida gapiryapsiz o'zi? Haligi Sherzod o'rtog'im xotini bilan urushib qopti. O'sha gapirib bergandi. Qo'ysangizchi birovlarning dardini. Shunga ham siqilib o'tiribsizmi? Teatrga tushmaganimga 1000 yil bo'ldi. Boramizmi? Ha, Bo'lmasam, ertaga ikkita chipta oling. xo'p. Nimagadir kayfiyatingiz yo'q, Yo'q, yaxshi. lekin nimanidir yashiryapsiz. Hech narsani yashirayotganim yo'q. Kecha o'rtoqlarim menga fol ochishni o'rgatib qo'yishdi. Ha, shunaqami? Rosa qiziq ekan. Xohlasangiz keling, sizni ham fol ochib ko'raman. Qo'lingizni bering. Mana. Xo'sh.